Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Soatimiz 1 bo'ldi. Ishlarimiz bitkazib oldik. Nima deb o'ylaysizlar akalar? Natijada patologiya shunaqa bir xilda oqimatli bo'lgani yaxshimi? Yaxshi chiqadimi mana holat? Yoki bo'lmasam qanaqadir naqshli yoki gulli miramir qilib, patag'oy qilib qilgani yaxshi. Spalnis. Kommentariyada yozib olasizlar. Kimga qanaqasi yoqadi? Bu oshxonasi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Soatimiz 1 bo'ldi. Ishlarimiz bitkazib oldik. Nima deb o'ylaysizlar akalar? Natijada patologiya shunaqa bir xilda oqimatli bo'lgani yaxshimi? Yaxshi chiqadimi mana holat? Yoki bo'lmasam qanaqadir naqshli yoki gulli miramir qilib, patag'oy qilib qilgani yaxshi. Spalnis. Kommentariyada yozib olasizlar. Kimga qanaqasi yoqadi?